soladigan, o'ylantiradigan va inson ruhiyatini chuqur ochib beradigan asar izlayotgan bo'lsangiz, izlayman aynan siz uchun. Bu qissa muallifi Odil Yoqubov inson qalbidagi izlanish, sog'inch, muhabbat va hayot mazmuni haqidagi teran savollarni badiiy va ta'sirli tarzda ochib beradi. Asarda insonning baxt izlab yashashi, o'zligini anglash yo'lidagi ichki kurashlari va yurakdagi kechinmalar samimiy tasvirlangan. Nega bu kitobni o'qishimiz kerak degan savollar tug'ilishi tabiiy hol. Bunga esa bir necha sabablar mavjud. Ushbu kitob hayot va inson ruhiyati haqida chuqur fikr yuritishga undaydi. Qalbdagi sog'inch va izlanish tuyg'ularini ta'sirli ifodalaydi. O'qigan sari o'z hayotingiz haqida o'ylashga majbur qiladi. Oddiy voqealar orqali katta ma'nolarni ochib beradi. Bu asar shunchaki qissa emas. Bu inson qalbining iztirobi, umidi va ma'no izlash yo'lidagi safaridir. Uni o'qir ekansiz, qahramon bilan birga izlaysiz, his qilasiz va balki o'zingizni ham kashf etasiz.